Salom do'stlar, bugungi darsimizda encapsulation va decapsulation mavzusini o'rganamiz. Bu nima? Xo'p, bilasizlar, ma'lumotimiz, demak, application layer'da birinchi bo'laklarga bo'linadi va tartib raqamlari yozib chiqiladi. Demak, jo'natish uchun oson bo'lishi uchun, masalan, bitta ma'lumotimiz, bitta rasmimiz 100 ga bo'linadi. Deylik, misol sifatida 100 ga bo'lingandan keyin birinchi rasm, ikkinchi rasm, uchinchi rasm, to'rtinchi rasm application layer'imiz qilib beradi. U ma'lumotni keyin presentation layer'ga jo'natadi. Presentation layer'imiz esa u ma'lumot oladida qaysi formatda, rasmmi, PDF faylmi yoki videomi yoki audiomi, shuni aniqlab belgisini qo'yadi. Undan keyin uni oladida shifrlaydi. Agar shifrlasangiz, hozir hammasi shifrlanadi. Shifrlaydi ma'lumotlarni va undan keyin uni siqadi, ya'ni osonroq ketish uchun mayda qilamizku, mana shunday siqadi. Session aloqa borligini tekshiradi. Keyingisi transport. Transport layer'imizda esa ana port raqami qo'shiladi. Xo'p, transport layer'imiz odatda TCP va UDP portlarini port raqamiga qo'shib qo'yadi. Bu vaqtinchalik port raqami bo'ladi. Aloqa bor vaqtda ikkalasi bir-biri bilan bir marta aloqa qilib olgandan keyin shu port bilan ma'lumot almashib turadi. Keyin ma'lumot bo'ldi, oxirigacha yetkazib bo'lgandan keyin u port o'sha yopiladi, bo'ldi. Boshqa ma'lumot uzatishga beraveradi. To'g'ri, o'sha liniyani saqlab qolish uchun va ma'lumotni uzatish uchun xizmat qiladigan port raqam hisoblanadi. Uni umumiy soni 65535 ta hisoblanadi. Ya'ni 2016-darajasi. Buni yodlab qo'yishingiz kerak, port raqami. Va port raqamlari 3 guruhga ajratamiz asosan va buni o'sha IANA degan standart beruvchi ajratib qo'ygan. 0 dan 1013 gacha mashhur port raqamlar. Demak, 80 HTTP, 443 HTTPS, S22 SSH, DNS esa 53 portlar. Bular odatda doimiy. Bular demak o'zgaruvchi sifatida berilmaydi. Kompyuterda odatda uchib ketadigan vaqtinchalik demak port raqamlari beriladi ma'lumot chiqib ketguncha. 10.024 dan 49151 gacha bo'lganlar esa masalan turli kompaniya dasturchilari uchun ajratiladi. Deylik, mana 3306 MySQL va boshqalar bo'lishi mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, hozir onlayn o'yinlar mashhur. Masalan, PUBG. PUBGda onlayn ishlab turibdi-da, ular aloqa qilib turib va unga ma'lum bir port raqam beradi. Va chunki ular doimiy aloqada bo'lib turadi-da, o'sha aloqani aytdimki, ma'lum bir vaqt bo'lgandan keyin uzilib ketadi. Lekin kompaniyalar o'sha portni alohida doim ochib qo'yish kerak. Chunki aloqa doim bo'lib turish maqsadida uni boshqalarga berib ham bo'lmaydi. O'sha port raqamini kompaniya oladi. Odatda sotib olinadi va u ma'lum bir vaqtda beriladi. Shu ham deylik PUBG olibdi, hozir zo'r avjida ketyapti. Deylik, bu где-то 10 yilga oladimi shu port raqamni ma'lum bir vaqtda ijaraga olib qo'yadi. Port raqami shu vaqtda doim o'shanga bog'langan bo'ladi. Siz onlayn o'ynayman desangiz, birinchi o'sha kompaniyani port raqami bilan o'sha ma'lumotlar bazasiga murojaat qilasiz. Qolganlar ham o'sha ma'lumotlar bazasiga murojaat qiladi. Shuning uchun tez o'zaro real vaqtda aloqa bo'lib turib, gaplashib, o'ynab olasiz. Port so'rashni shu darajada muhim. Hop, 49152 dan 65535 gacha bo'lsa dinamik. Bu vaqtinchalik port raqamlar hisoblanadi. Shu kompyuterda odatda shu ma'lumot shu bilan chiqib ketadi. Masalan, ikkita kompyuter o'rtada aloqa qilyapti, port raqam mana shu orasidagi beradi. Odatda Microsoft bilan Macintosh nolariga bir xil, operatsion sistemalariga bir xil, Kernelda birozgina farq qiladi. Buni albatta vaqt o'tishi bilan o'rganib boraveramiz. Xo'sh, umuman olganda transportda port raqam tushunarli, ya'ni ma'lumotga ko'ryapsiz, mana ma'lumotingiz, unga port raqam qo'shildi. Xolos, chetdik. Yana ma'lumot turibdi, unga port raqam turibdi, unga qo'shimcha IP adres ma'lumoti beriladi. IP adreslarni ham keyinchalik o'rganib boraveramiz. Xo'p,
IP adres raqami ma'lumoti berildi. Keyin yana qarang, ma'lumotlarimiz turibdi. TCP'miz, demak, port raqamimiz kompyuterda vaqtinchalik port raqami turibdi, IP adres turibdi va MAC adres turibdi. Keyin bular hammasi tayyor bo'lgan paketimiz. Paket demaydi, bu yerda bilasizlar, mana bu yerda segment deydi, mana bu network layerda paket deydi va data link layerda esa buni frame deydi. Aslida biz oxirgi yakuniy jo'nab ketuvchi ma'lumotlar hammasi bo'ldi, hech narsa qo'shimcha qo'shilmaydi, faqat shuni olib borib boshqaga yetkazish kerak bo'lgan ma'lumotimizni biz frame deyishimiz kerak aslida. Demak, odatda hamma paketga o'rganib ketgan. Paket ishlatilsa ham deyarli sinonim sifatida ishlatib yuboriladi. Mana fizika qismida esa bunda hech narsa qo'shmaydi, hech narsa demaydi. Uni vazifasi esa olib jo'natadi. Mana shuni deylik, mana pochtalyon keldi. Demak, sizda hamma narsalarni yozgansiz, manzillarni yozgansiz, kerakli ma'lumotlarni jamlagansiz. U pochtalyon hammasini shunday oladi. Unga qizig'i yo'q qayerda. Shunday olib, shundaygina kabel, masalan, kabel bo'lsa kabeldan, optika bo'lsa optikadan yorug'lik bilan yoki signal bo'lsa radio signallar bilan signal orqali shappa boshqasiga OSBga yuboradi. U ham fizikaviy jihatdan qoladi va decapsulation jarayoni boshlanadi. Decapsulation yechib ma'lumotlarni ochish. Undan ko'ra siz mana birinchi MACni ochdi. Xo'p, bizga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Bo'ldi. Qolgan ma'lumotlarni saqlagan holatda network layerga o'tkazamiz. Network layerga o'tkazganimizdan keyin u ham ma'lumotlarni saqladi. Undan keyingi qatlamga o'zgartirdi. Shu ko'rinishda tepaga qarab chiqib ketaverdi va encapsulation oxiri bo'lgandan keyin Chrome bo'lsa, Chrome masalan bir-birini o'qiydigan dasturlar, masalan PDFda Adobe Reader o'qiydi, bu tomonda ham Adobe Reader masalan programma ochadi yoki veb-saytda ma'lumot jo'natadi HTTP va bu yerdan HTTP o'qiydigan birorta Chrome yoki Edge degan brauzer ochib o'sha ma'lumotni o'qiy oladi. Umumiy kapsula holatida mana buni tushunib olish uchun yana tashladim. Kapsula mana shu.